Qarsildoq. Laylo, shuncha qor qayerdan keldi? Hayotim davomida kemirgan kitoblardan apchi. Bilishimcha qor bu yaxlab qolgan suv. Yaxlangan suv? U ertalabdan beri tuz totganim yo'q. Hozir katta qonni ushiymanda, g'azza qilib yeyman. Hozir usholmadim. Hozir ushiyman-u yeyman. Yema. Apchi. Shamollab qolasan. Tushunyapsanmi? Sovuqni qaranglar, tinim bilmay shahar u joydan bu joyga izg'igan. 100 yildan beri shu ahvol. Sabr bardoshim qolmadi. Menga esa sayohat qilish yoqadi. Hammasiga anavi cholni allaqanday qizchani topa olmayotgani sabab emish. Bu yerda hech qanday qizaloq yo'q. Ustiga men sovuq qotdim. Ochiman. Yodingdami baqaloq Germaniyadagi sosiskalar? Angliyadagilarcha. Darvoqe, u yerdagi kitoblarning muqovasi juda ham mazali edi. Ha, bu yerda bo'lsa bir haftadan beri yong'oq bilan tamada qilyapmiz. Oy aravakesh, tezroq hayda. Sankt-Peterburgga deyarli yetib keldik. Qani olg'a uchal turporim. Ha, bo'sh kema. Bos hayda. Nima? Kim jur'at etdi? Hoy aravadagilar, choldan ko'zingizni uzmay kuzating, buyrug'imni eshitdingizmi? Bajaramiz kalamush hazratlari. Bu yana qanday ajnabiy mehmonlar bo'ldi. Voy, mo'jiza-ku. Ocha qol. Bay. Oltin xo'rozni o'zginasi-ya. Voy, soqchi, darvozani kengroq och. Qirol kelyapti. Sekinroq, ehtiyot bo'l, ko'nglim behuzur bo'lyapti. Yangi yil arafasi mo'jizalar bo'ladi-da. Archa keldi. Bugun yangi yil. Bugun shahrimiz juda ham go'zal bo'lib ketadi. Xuddi ertakdagidek go'zal. Salomat bo'ling. Nima Mashinka? Yana bo'lg'us qalg'ini ko'rib qoldingmi? Bas qil, Nikola. Openi xafa qilma, yo'qsa seni balga olib bormaymiz, tushundingmi? Axir balga taklif etilganmiz, yodinglardami? Hozir uyga kelib biroz dam olamiz-da, yangi yilni saroyda kutish uchun hozirlik ko'ra boshlaymiz. Oho, qaranglar, o't o'chiruvchilar. Bir varakayga meni buyrug'imga binoan ko'tara boshlang. Ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling, axir men qirolman. Archa o'yinchoq emas, ha. Qo'yinglar bor. Qanday ajoyib va go'zal paltolar. Bu nima? Voy. Yana boshlanyapti. Qochib qol. Qochib. Voy. Yana boshlanyaptimi? Ko'p gapirma, yo'qsa avvalgi safardagiday bo'ladi. Qochib qol, bosib qoladi. Botib bo'ldi. Lalaymay o'l, ber qo'lingni. Qochdik. Qilganlarni yomon ko'raman.
Mashi, qayoqqa? Oyijon, o'yinchoqlarni tomosha qilsam maylimi? O'yinchoqlar, men ham boraman. Men birinchi. Masha, Nikola, hoziroq qaytinglar. Dada, ko'ramiz-u qaytamiz. Mayli, ko'ra qolishsin. Mashi, ko'p qolib ketmanglar. Qanday chiroyli. Uni qara, qancha o'yinchoq. G'alati chavandoz. Uni ko'rinishi juda g'aroyib. Ko'zlari esa biram ma'yus, qayg'uli. Qara, u yig'layapti. Axir u yog'ochdan-ku qanday qilib yig'lashi mumkin? Sen dilbaroqsan. Sen tushunmayapsan, menimcha u. Salom bolalar. Salom. Salom. Meni o'yinchoqlarim yoqdimi? Anavi otda o'tirgan kim? O, bu juda qadim voqea. Tanishib olaylik. Usta Truselmeyer. Ichkariga kira qolinglar. Bu yerda ko'p ajoyibotlar bor. Dadamdan gap eshitib qolamiz, qohir. Qo'ysingchi, kirmaymiz. Bir lahzaga kiramiz-u chiqamiz. Qani? Yo'ldan qoch. Marhamat. Qara, qizcha do'konga kirib ketyapti. Qirol hazratlariga ma'lum qilish kerak. Shoshmasangchi, avval biroz tomosha qilaylik. Demak, kuzatamiz. Laylo, sen aqllisan. Qani aytchi, bu yerda pishloq bormi o'zi? Bu yerdami? Bu yerda umuman hamma narsa bor. Voy! Qachon o'sha narsalarni kemirar ekanmiz? O'yinchoqlarning ko'pligini. Mana buni ajoyibligini qara. Voy, askarlarning ko'pligini ko'r. Uni qara-ya. Hoy baqaloq, yot! Hozir! Voy! Qani, men ko'raychi. Nikolka, uni joyiga qo'y. Masha, sen bo'p kuyovagan o'zi ham 1 2 1 2 tasqalaligini. Shuni kattaligini. Voy, tishlab oldi. Ehtiyot bo'ling. Bu oddiy o'yinchoq emas. U qarsildoq. U yong'oq chaqishni biladi. Agar yoqqan bo'lsa, uni o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. Bechoragina, unga rahmim keldi xolos. Ko'zlariga qara, biram qayg'uli. Axir u bor yo'g'i yog'och o'yinchoq-ku. Yog'och o'yinchoq. Unga e'tibor qilmang. O'g'il bolalar doim shunaqa bo'lishadi. Masha o'ziga yog'och qalliq topib oldi. Yog'och qalliq. Nikolka! Keling, Nikolka, uni ber menga, qaytarib ber. Mayli qilasan. To'polon qilmang bolalar. Yaxshisi bir ibratli voqeani tomosha qiling. Uni sehrli teatrimda namoyish etaman. Jim bo'l baqaloq, hozir spektakl boshlanadi. Bizni yana ko'rsatishadi. Qadim zamonda bir qirollikda shahzoda bo'lgan ekan. Go'dakligida ota-onadan judo bo'lgani uchun uni hamma erkalab, aytganini qilar ekan. Shuning uchun u qaysar va o'jar bo'lib o'sibdi. Eng asosiysi, u hech kimni sevmas ekan. Aytishlaricha, uning yuragi ham yog'ochday befarq ekan. Saroyning yerto'lasida esa kalamushlar shahzodasi yashar ekan. Aslida u hech qanday shahzoda ham emas ekan. Lekin kalamush hazratlari deb chaqirishlarini xohlar ekan.
U haqiqiy shahzodaga hasad qilgani uchun xizmatkorlariga saroydagi hamma voqealarni birma-bir yetkazib turishlariga buyruq bergan ekan. Ular buyruqni so'zsiz bajarar ekan. Shu tariqa Kalamush shahzoda haqiqiy shahzodadan qirolga xos tomonlarni o'rganar ekan. Yaxshi bola. Juda odobli bola. Shahzoda har gal xizmatkorlarini o'z o'jarligi bilan toliqtirar ekan. Bu o'z o'rnida Kalamush shahzodaga yoqar ekan. Buni kulgili joyi yo'q. Haqiqatda esa xizmatkorlar holi juda og'ir ekan. Enaga, sartarosh va tarbiyachilar shahzodaning ko'nglini olishga harakat qilishar ekan. U esa ularni tahqirlashdan bo'shamas ekan. Ko'z yoshlar shahzodani quvontiradi. Alal-oqibat bu holga chek qo'yishga harakat qildim. Bolajonim, sizning xatti-harakatingiz shahzodalarga yarashmaydi. Voy, amaki! Xizmatkorlaringizga yaxshi muomalada bo'lishingiz kerak. Sho'xligan qilib bo'lmaydi. Axir u hali go'dak tushunib qolar. Yangi yil kirib kelyapti. Bulanda o'rlar esa na meni tarab, na kiyintirib qo'yishga ulgurishdi. Qaysarlikni bas qiling, shahzodam. Meni uyaltiryapsiz. Mana yangi yil liboslari. Sizga yoqadi deb o'ylayman. Mana qanday chiroyli, go'zal va aqlliman. Ha, shahzoda, siz aqlli, go'zal va barcha uchun sevimlisiz, lekin o'zingiz hech kimni sevmaysiz. Yuragingiz chindan ham yog'ochdan bo'lsa kerak. Nega endi yog'och yurak deysiz? Axir urib turibdi-ku, mana. Bechora shahzoda o'zini qanday qismat kutayotganini bilganda edi. Kalamushlar shahzodasi esa o'z kelajagini juda aniq tasavvur qilardi. Ishloq. Lahm go'sht. Shahzodam, tushlik tortilyapti. Og'rimadimi? Tushlik juda vaqtli shekil. Yaxshi, bir ko'raylikchi. Ko'taringlar, tezroq, ko'taringlar meni, tezroq bo'linglar. Mayli, ko'ra qolsin. Nima deding, baqaloq? Hech qachon meni baqaloq dema. Tushlik chindan ham vaqtidan oldin tortildi. Chunki bu kech saroyga mehmonlarning kelishi kutilayotgandi. Lekin shahzoda uchun ko'ngilxushlik allaqachon boshlangan. Hozircha g'ayrioddiy hech narsa ko'rmayapman. Shahzodaning xulqi meni juda xafa qilayotgandi. Bolakayning axloqini faqat jodu yordamida tuzatish mumkinligiga amin bo'ldim. Beyoda bola. Voy, nima bo'pti? Men ham yaxshi merganman. Endi mana buni totib ko'ring. Hammangizga yoqib qoladi deb o'ylayman. Xo'sh, nima tayyorlading, jiyan? Truselmeram aka, bu shunchaki o'yin. Shahzodam, sizni faqat mo'jiza o'zgartira oladi. Shuning uchun bugungi yangi yil oqshomida men sizga juda foydali bir tuhfa beraman. Ishonavering. Yana o'g'itni boshladingizmi? Men sizga orzularni ushaltiruvchi yong'oq sovg'a qilaman. Faqat o'gina sizga seva oluvchi tirik yurakni hadya etadi. Yong'oq bilan otish juda qulay. Soat 12 ga bong urganda o'sha yong'oq mag'zini yeyish kerak. Shunda barcha orzularingiz ro'yobga chiqadi. Bu yong'oq sehrli mamlakatdan. Qanday yong'oq?
Krakatuk yong'og'i. Krakatuk? Meniki bo'la. Biram jonimga tegishdiki. Otim qayerda? Tezroq ish yoqmaslar. Ana chiq. Yaxshi, xolamni axlat uyimiga haydang tezroq. Tezroq. Voy, ey, hali shoshmay tur, shahzoda. Yong'oqni qo'limga kiritay. Butun qirollik meniki bo'ladi. Ha, meniki. Ana, qirol axlatxonasi. Bu yerda keksa kalamush yashaydi. Qoch. Otimni sovutib turinglar. Bechora, sovishga ham ulgurmadi. Yangisiga almashtirish kerak. Xola-yu. Xola qayerda ekan? Balki allaqachon o'lib ketgandir. Biz esa bexabarmiz. Voy, yordam bering. Qutqaring. Yordam. Voy. Keldingmi? Xola? Korkma, kelaver. Xolangman. Kelaver. Mendan tez xabar olib turganingda sehrli Krakatuk to'g'risida allaqachon bilgan bo'larding, jiyan. Bilgan bo'larding. Uni qayerda bilay? Axir siz saroyda bo'lmagandingiz-ku. Oyog'im yurmay qo'yganini unutmabsan-u, har yerda hozir soyam haqida unutibsan-da. U meni barchasidan voqif qilib Bu Krakatuk yong'og'i yordamida kalamushlar butun dunyoga hukmron bo'lishlari mumkin. Ammo azaliy dushmanim Drusilmeyr meni buyuk qirolichani qopqonga ilintirdi. Lekin yong'oq baribir bizniki bo'lishi kerak. Faqat bizniki. Sen uni qo'lga kiritasan. Albatta qo'lga kiritasan. Zulmat sharobi senga kuch-quvvat bag'ishlaydi. Tushundingmi? Siz eplolmagan ishni uddalash menga yo'l bo'lsin. Men hammasini uddalayman, ha? Soyam esa senga doim ko'mak beradi. Agar kerak bo'lib qolsam, 3 marta hushtak chal. Mayli. Unda ovoz berib chaqira qol. Shunday qila qol. Qo'limda igna tuta olarkanman. Son sanoqsiz sichqonlar xizmatingda bo'ladi. Mayli, endi bora qol. Olg'a, mening qahramonim. Bu saroydagi keyingi ziyofat. Voy! Meni sharafimga uyushtiriladi, ha? Shahzodamiz yana kechikyapti. Ular biroz ushlanib qoldilar. U mehmonlarni zarracha ham hurmat qilmaydi. Yarim tun bo'lyapti. Kela qolsa bo'lar edi. Voy! Sovg'alarim qani? Mehmonlar kutib qoldi. Men shahzodaman. Shuning uchun kechikishim mumkin. Mayli, tusha qoling. Voy. Shahzodam, men va'da qilgan yong'oq
Uning yordamida siz boshqa odamga aylanishingiz mumkin. Yong'oq. Bunday sovg'aga cho'ntaklarim to'la, mana. Boshqacha bo'lishini ham xohlamayman. Nima qilyapsan? Hattoki bu saroy o'yinchoqlarga to'la bo'lsa ham. Voy, meni yong'og'im, meniki. Voy, yashiring xolos. Voy. Voy. Nima qilib qo'yding, tentak bola? Ha. Bu qayg'uli voqea shunday bo'lib o'tgandi. Oradan shuncha yillar o'tgan bo'lsa ham, Shahzoda hamon yog'och o'yinchoqligicha qolmoqda. Bo'lmagan gap. Yong'oq chaqadigan qarzdor haqidagi ertak bu. Nahotki shahzodaga yordam berib bo'lmasa? Axir sehrli yong'oq yonib ketgan-ku. Yo'q, Masha. Krakatuk yong'og'i har yangi yilda sehrli mamlakatda pishib yetiladi. Shahzoda yana odamga aylanishi mumkin. Buning uchun u o'sha sehrli mamlakatga borib, yong'oqni topishi kerak. Bekor gap. Yong'oqligicha qolaversin, bu o'jarligi tufayli jazo unga. Unga yordam bergim kelyapti. Bu aytishgagina oson, qizaloq. Sizni qanday qiyinchiliklar kutayotganini hech kim bilmaydi. Qo'lidan kelmaydi deb o'ylamang. Men harakat qilaman. Unda shahzodaning taqdiri sizning qo'lingizda. Mayli, cho'plikni to'xtatinglar. Masha, ota-onamiz kutib qoldik-ku axir. Yur, ketdik. Xayr. O'ylashimcha, bu aynan biz qidirgan qizaloq. Menimcha u shahzodaga sehrli mamlakatga borishiga yordam beradi. Eshitdingmi? Qizaloq. Tirikmisan baqaloq? Qizcha sehrli mamlakatda biz esa bu yerda chiriyapmiz. Voy. Sevsanki, voy. Men ham sehrli mamlakatga borishni istayman. Bu yer sovuq, u yer esa issiq. Do'konlar qishloqqa to'la. Pul to'lashni ham keragi yo'q, tushundingmi? Jannatda yashaymiz. Nima? Qirolimizga yem bo'lmoqchimisan? Yo'q, xohlamayman. Yo'li qidiramiz, yur. Doim shu ahvol. Yura qol. Ko'p aysama. Nima dedim? Biror nima dedimmi? Qor yemaymiz-ku axir. Naynu, bu yerda hamma narsa bor deganding. Axir yegulik biror nima uchramayapti-ku. Qayg'urma baqaloq. Bir harakat qilib yong'oqni topsak, senga ham haykal o'rnatishadi. Qishloqdan keyin men uni yeyman. Nuqul qidiramiz. Bir qizaloqni, bir kalamush hazratlarini. Jim, baqaloq, deylik. Krakatuk yong'oq senda bo'lganda undan nima so'ragan bo'larding? Uni yerdim. Tentak, axir u sehrli-ku. Unda men katta pishloq so'ragan bo'lardim. O'shanda to'ygunimcha maza qilib yurdim. Bor yo'q-ya? Ikkita. Senga shuncha o'rgatsam ham faqat ovqat haqida o'ylaysan-a.
yeb to'ymas. Oyog'im yurma deyapti. Bu shaharda bironta maddaxona bormi o'zi? Voy, bu nima u? Oy, 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 shoshma. Oy. Oy, oy, to'xta. Araba kesh. Oy. Araba kesh, to'xta. Tinchlan baqaloq. Bu yerda aravakash yo'q. Baqaloq, bu tramvay. Zamonaviy araba. Yurishini tezligini qara. Ko'zlarimga ishonmayman. Voy. Voy, Nayno. Bu yerda qahvaxonasi yo'qmikin? 2 kishilik kechki taomga nima deysan? Vagon manzilga yetib keldi. Ishlaring, ish yoqmaslar. Sotqinlar. 2 kishilik taommish. Meni unutib qo'ydinglarmi? Hech qisi yo'q. Keyingisini kutamiz. Albatta. Baqaloq, Kembrijdaligimda o'shanda bir kitobni kemirgandim. Unda osmondagi mana bu mitti narsalar haqida gapirilgandi. Tushunyapsanmi? Ishlab bo'laklar delganmidi? Yo'q. Bu yulduzlar. Ularda aqlli jonzotlar yashar ekan. Ana qirolimiz. Seni chaqirishyapti. Voy. Ana qirolimiz topildi. Yulduzdan tushdingizmi? Voydan. Qayerda sanga yuribsizlar? U yerda. U yerda. Men sizlarga nimani buyurgandim? Hammasini aniqladik. Qizcha yo'q, qarsildoq. Aniqroq qizcha sehrli mamlakatga boradi. Biz esa ularni ketidan Yong'oqni topish uchun. Tezroq olg'a yong'oqni qarsildoq bo'lishiga yo'l qo'ymayman. Yo'l qo'ymayman. Meni tushirib qo'ying. Hop, tezroq. Tersaklar. Sizlarni voy, yomon tushmadingizmi? Sizlarni mushuklarga yem qilaman. Yaramas. Voy. Xolajon. Xolajon. Boshqa bu darsimizmi? Qilmayman. Voy. Iltimos. Yo'q. Voy. Qarsildoq shu yerda. Uni topinglar. Bu gal qayoqqa kelib qoldik, Olmochi sosiskalar. Haqiqiy sariyog'da qovurilgan. Hididan sezib turaman. Shu yaqin orada. Jim bo'ling. Menga qarsildoq kerak. Toping va olib keling. Tezroq. Xo'p. Jinorsan. Faqat buyruq berishni biladi. Oy to'libdi. Xuddi pishloq ko'ziya. Qara, dumdumaloq, sap-sariq olib yeb qo'yaymi? Charchabdi qizalog'im. Mayli, uxlay qol xayolparastim. Ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Bu o'sha qizmi? Birdan katta bo'lib qoptimi? Albatta, 3 mahal ovqat yegandan keyin. O'sadi-da. Araba zabari. Voy.
Qo'rqib ketyapman. Voy! Tezda tekshiring. Tirikmi u yo yo'qmi? Voy! Tirikmikan? Ha? Qimirlamayapti. Unda qizni topinglar. Olib keling. Shahzoda qani? Axir tushimda ko'rmagandirman uni. Erkin. Mana qayerda ekansiz? Raqsga taklif qilishga ijozat bering. Jam. La 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 la. Kim bor? Siz shahzodasiz. Men hammasini bilaman. Shuning uchun sizni asl holingizga qaytishingizga yordam bermoqchiman. Buni chin dildan xohlayman. Meni eshitayotganingizni bilaman. Faqat siz menga javob bera olmaysiz. Hozir nimadir bo'ladi? Bu sizmi? Usta Druselmeyer. Tush ko'ryapman shekilli. O'tirik. Shahzoda, ehtiyot bo'ling. Ha, tirildi to'nka. Yaxshi, qani ishga kirishinglar. Biram xursandmanki. Meni tinch qo'y. Yo. Tushib ketasiz deb qo'rqdim xolos. Axir bu yer juda baland. Bugun ertalabdan qandaydir mo'jiza ro'y berishini sezgandim. Qarang, barcha saroy xizmatchilari ham tirilyapti. Ular bilan salomlashingiz yo'qmi? Janob saroy ayollari, meni ismim Masha. Keling, birgalikda shahzodaga yordam beramiz. Voy! Ana sichqonlar qiroli ham keldi. Sichqonlar qirolini ko'rib qo'rqib ketdi. Qo'rqmang. Ular shahzoda saroyidan kelishgan. Ular hech ham qo'rqinchli emas. Qo'rqmayman degan? Qani, yog'och qo'g'irchog'ingni bizga berchi. Bo'lmasa, hammasini olib ketamiz. Yo'q, hech qachon. Shunaqami? Yaramas qiz, yaxshilikcha bermasang, zo'rlik qilib olamiz. Askarlarim, jangga tayyorlaning. Olg'a. Ikki, bir, ikki. Alloh hazratlari, dushman hujumga o'tyapti. Meni hech qanday dushmanlar bilan ishim yo'q. Nahotki o'z fuqarolaringizni ularga yem qilsangiz? Ey, qo'ysangchi, bas qil. Ular o'zini o'zi eplaydi. Alloh hazratlari, nahotki shunday qilishga uyalmasangiz, balki qo'rqayotgandirsiz. Meni vafodor otim qani? Qani? Voy!
Men shahzodaman. Demak, oliy qo'mondon. Qo'mondonning joyi esa tepada. Ana shunday. Kim bizni jangga boshlaydi? Men. Mana jonli qo'mondon. Jangga hozirlaning. Sichqonlar, qani olg'a. To'xta! Orqadagilarni bosib qo'yma. Fil sichqondan qo'rqadi. Ko'zini ro'mol bilan berkiting. Tayyor. Olg'a. Xayrli kech. Nimani kutyapsiz? Uring ularni. Ay, nega otasan? Og'riydi-ku axir. Otoch! Sodiq askarlarim, olg'a! Olg'a shunqorlarim! Ey! Yo'ldan qoch! Qoch yo'ldan! Qoch! Axir ogohlantirgandi bu. Qani? Ag'daring. Ay, turdimi? Voy, xolajon, yordam bering. Askarlarim tormor qilindi. Yashang, xolajon. Zo'r xolam bor-da. Qo'shimcha kuch yetib keldi. Xo'sh, hujumga askarlarim. Bizni qurshab olishyapti. Ular son sanoqsiz. Bo'lyapman. Uni axlatga topshirib yuboramiz. Lekin taslim bo'lmayman. Jar. Qani. Qutingga yo'qol. Ana endi meni jahlim chiqdi. Mana sizlarga. Yanami? Mana. 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 Xo'sh, qalaysizlar? Yana kerakmi? Muammosi? Hazratlari, buyuring. Qarsildoqni tutinglar. Qap bo'ladi. Tegmanglar unga, tegmanglar. Masha, nima bo'ldi? Nima shovqin o'zi? Ishla. Nima gap bo'ldi bu yerda? Masha, nimalar qilyapsan? Hozir o'yinni vaqti emas-ku axir. Qochdik. Men qarsildoqni qutqarmoqchi edim. Unga sichqonlar hujum qilgandi. Yana xayolparastliging tutibdi-da, qizim. Gapga tiqsan, u qilig'ing Nikolkanikidan ham o'tib tushadi. Qochdik. Qaranglar, u hamma so'qalarni ochibdi. Menikini ham. Ular shahzodani o'g'irlab ketishdi. Sichqonlar uni olib ketishdi. Qanday sichqonlar? Kimni o'g'irlashdi? Masha, bo'lmagan gaplarni qo'y. Bugun hammamiz Yangi yil oqshomiga borishimiz kerak. Bor, hozirligingni ko'r.
Ertaga meni mingta o'yinchog'im bo'ladi. Tirik otim ham bo'ladi. Albatta. Voy, shahzodamizni sichqonlar olib ketishdi. Uni qutqarishimiz kerak. Uning taqdiri sizning qo'lingizda. Xo'sh, yog'och kalla, gapir. Sehrli mamlakatga qanday o'tish mumkin? Olib keling. Gapirmayapti. Balki unutgandir. Hozir esiga tushiramiz. Keyin hammasini aytib beradi. Bunga qarasang yodingga tushadi. Qabristonda ekanligini hech kim bilmaydi. Hech kim yordamga kelmaydi. Kuning bitdi. Oling uni. Tezroq gapir, bo'lmasa sendan faqat qipiq qoladi. Qara, janozangga qarg'alar ham yig'ilyapti. Ha, hey, yaramas. Hey, kim seni chaqirdi? Kim? Yo'qol. Pisht. Ha, yaramas, tiqilib o'lgur muttaham.
Qarsildoq hozircha bizga tiriklayin kerak. Ha. Hozir eng dahshatli hodisani guvohi bo'lasiz. Bunaqasini hali sichqonlar ham ko'rmagan. Mayli, menga qara. Agar qo'rqqandan duduqlanib qolsa, hech narsa ayta olmaydi-ku. Uni qo'rqita olamiz deb o'ylaysanmi? Ana, yo'qinglar. Hech nima Alloh hazratlari. Nayno, sen soyingdan qo'rqasanmi? Men unga qaramayman. Qarsildoq bo'lsa qaraydi. Hozir tekshirib ko'ramiz. Soyalar harakatini boshlaymiz. Ishonarli. Og'zini ochib qo'yinglar, qo'rqitinglar uni, qo'rqiting. Qo'rqitish? Och qoringa qo'rqitish juda qiyin-da. O'ylab topdim. Sichqonlar qiroli boshliq soyalar teatri tomoshalarini boshlaydi. Faqat bir marta, faqat hozir. Birinchi sahna. Qabriston. Ikkinchi sahna. O'lim sirtmog'i. Kontrakt 3-qism. Hozir ko'ramiz. Bu iqlimda nam tortib qolmadingmikin? Xo'sh, sehrli mamlakatga o'tish yo'lini esladingmi? Olov keltiring. Buyruq berishini qara. Men soyalar teatri aktyoriman. Biz birgamiz sen bilan. Sekinroq, ehtiyot bo'l. Marhamat. Yog'ochda o'jar ekansan, shahzoda. Mayli, seni o'tinga aylantiramiz hozir. Seni joning og'riydi. Gapir tentak g'o'la, kuygan to'nka. Voy, kim shamni tushirdi? Hay shu yoqmas yaramaslar. Biron bir ishni oxirigacha uddalay olmaysiz. Yonib kul bo'lmaydimi? O'z solig'im o'zimga azizroq qochib qol. Voydo! Barham bo'ling, shahzoda. Men hozir. Masha! Qaranglar, qizchani qutqardi. Yetib oling, tortib oling. Tezroq. Voy, ko'zim ko'rmay qoldi. Chiroqni yoqing. Hammasi joyida, Alloh hazratim. Ishcha ketib qolyapti. Yetib oling, tezroq. Bularni nima qilamiz, Alloh hazrat? Ey, sindiring, buzing ularni. Qorga tepkilang, qo'yib tashlang. Bundan ham battar bo'lsin. Mana senga. Ketidan olg'a. To'xta, yaramas qiz. Qarsildoqni ber. Ber. Usta Drosselmeyer, eshikni oching. To'xta! Bu yer xavfsiz joy, shahzoda. Eshikni och! G'aroyib xona. Balki shu yerda sehrli mamlakatga borish yo'lini toparmiz. Vaqtimiz juda ham oz qoldi. Usta Drosselmeyer. Ularga nima qildi? Ular shahzoda uchun kurashdilar.
Sizni bejiz buncha ko'p qidirmagan ekanman. Siz mardlarcha qarsildoqni himoya qildingiz. Saroy ayonlariga qarang, shahzoda. Ular sizni deb jabr ko'rdilar. Minnatdorman sizdan, do'stlar. Yodingizga solib qo'yay. Krakatuk yong'og'i soat 12 ga bong urganda o'z kuchini yo'qotadi. Demak, vaqt juda ham oz qolgan. Sehrli mamlakatga qanday o'tish mumkin? Buni faqat o'zingiz bilib olishingiz kerak. Bellur-sharga tikilib qarang. Har qanday sevuvchi yurak albatta yo'lni ko'ra biladi. Meni mitti javonim. To'g'ri. Sehrli mamlakatning eshigi aynan shu. U har kim uchun har yerda. Lekin yarim tun yaqinlashib qoldi. Biz ulgura olmaymiz. Tinchilaning. Men sizlarga yordam beraman. Biroz orqaga yuring. Yaxshi. Endi bo'yingiz tenglashdi. Sizlar ko'zgular ichra o'tasiz. Shoshiling! Shoshiling! Qayerga kelib qolganimizni bilaman. Bu bizning oshxonamiz. Yodingda tut, jiyan. Sehrli mamlakatning eshigi Javonda joylashgan. Sichqonlar. Ular Javon haqida bilishibdi. Shoshilishimiz kerak. Shahzoda ekanligimda xuddi shunday archa saroyda turgandi. Hozir ham shahzodasiz, oliy hazrat. Sehrli mamlakatga o'tib olib, qarsildoq va qizni Krakatuk yong'og'iga yaqinlashtirmang. Men sizni himoya qila olaman. Qo'rqmang, Masha. Sen ham bizdek kichkinasan, xo'sh, qo'rqmayapsanmi? Tashvishlanmang. Sizning ham o'z askarlaringiz bo'ladi. Lekin g'alabaga erishish o'zingizga bog'liq. Vafodor askarlarimga shon sharaflar. Shon sharaflar! Ot och. O'qdori yo'q. O'qdori qani? Oshxonaga o'qdori o'sha yerda. Tezroq yigitlar. Bir barakayiga o't och. Dushmanga hujumda davom ettiring. Apshu! Bir barakaga o'toch. Dushmanga hujumni davom ettiring. Qizil va qora qalampirni ayamang. Dushmanni ayab o'tirmang. Nima? Kallavaram yo'qollaring. Bu o'yinchoqlarni o'zim bir yo'li qilaman. Yo'qol. Ay, yo'qmaslar. Hay, menga ham ot keltiring. Oldi tomoni men. Yo'q, oldi tomoni men. Yo'q men. Olg'a. Xizmatingizga tayyorman. Hujumga o'ting. Chop tashlayman. O'choqqa o'tin qilib tashlayman. Qayoqqa? Qayoqqa? Nima qo'rqdingmi? Qo'rqding. To'xta. Hey, qayoqqa? Ay, qayerdasan? Ay, nega bekinasan, a? Nega? Mana qayerda ekansan? Chop tashlayman. Undan ko'zingizni uzmang. Xo'p bo'ladi. Ketdi.
ketdik, Masha. Tezroq, shahzoda. Marhamat qiling. Voy, juda baland ekan. Uddalaymiz. Xolajon! Dimiqib ketdim. Qutqaring, xolajon. Qani yo'qoling bu yerdan. Qo'rqoqlar, sotqinlar, zambarakni olib keling. 1-2. Qani Masha, yana ozgina. Buni qil. Imilla. Tushinglar u yerdan, yo'qsa o't ochamiz. Nishonga ol 5, mo'ljal 15, paqildoq 25, dushmanga o't och 35. Qo'rqmang, Masha. Shahzodam, siz hayotini saqlab qoldingiz. Siz chinakam qahramonsiz. Endi tezroq yura qoling, sehrli mamlakatga kirish yo'lini topishimiz kerak. Qayerga borishimizni bilmayapman, shahzodam. Men bilaman. Endi men yo'l boshlayman, yuring. Tushib ketmasam bo'ldi. Ortimdan. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Masha, atrofingizga qaramang. Bu yoqqa. E'tibor qilmang, biz yorug'lik tomon yurishimiz kerak. Xolamni o'zi bu yerga kira qolsin. Ana seni yo'ling. Biram yorug' ekanki. Xolajon, kechiring. Hayır, ketadigan payting bo'ldi. Ha. Boryapman. Voy! Sehrli mamlakat. Yog'och to'nkang baribir oldin kepti-da. Menam chaqqon qirolman. Hali ko'ramiz. Ha, ko'ramiz. Qani, ehtiyot bo'l. Ay, sehrli mamlakat. Shoshma, yopilmay tur. Shoshma. Seni galing keldi, jiyan. Men so'zlarni unutib qo'ydim. Ha, mayli. Yong'oqni o'zim ham topaman. Ha. Mana topdim. Mana u. Xo'sh. Krakatuk yong'og'im. Yo'q, u emas ekan. Voy, qandaydir shirinlik. Mayli, hech bo'lmasa biroz tamaddi qilib olaman. Miyam yaxshiroq ishlaydi. Qarang, bu yerda qandaydir belgilar bor ekan. Demak, u yoqqa yurish kerak. Ey! Hay! Shoshmanglar. Menchi. Shoshmang. Bizga kalit kerak. Ay, to'xtanglar. Shoshmanglar. Ey! Malika qurbaqa. Mayli, mulozamat payti emas. Ularni quvib yetish kerak, ketdi. Senga ruxsat. Hozir poyezd halokatini uyushtiramiz.
Xolajon, men suzishni bilmayman. Hozir o'rganib olasan. Olma yeysizmi? Ay, to'xtang. Ana bolaqol. Voy. Qarang, qancha qarsildoq. Ular ham shahzodalarmi? Yo'q, Masha, ular haqiqiy qarsildoqlar. Yong'oqni ustalik bilan chaqishlarini qarang. Meni aldab bo'psiz. Bu boshqa yong'oq. Ay. Suzishni o'rgandim. Demak, uchishni ham uddalayman. Hey, to'xta. Men yong'oqni ko'rdim. Ay, to'xta deyapman. Qo'namiz. Ha, qo'namiz. Mana sehrli krakatuk yong'og'i. U meniki, lekin uni qanday uzib olaman? Yo'qollaring. Men birinchi topdim uni. Vaqt tugayapti. Tezroq kechikib qolishimiz mumkin. Xo'sh, hayyo qo'choyo. Meni yong'og'imni olib bo'psan, bermayman. Kela qol, qo'rqma. Hozir sendan mayda qisqichalar qoladi. Mana. Tishlashma. Hozir men ham senga tishlashni ko'rsatib qo'yaman. Hozir. Shahzoda, ana yong'oq. Bu seni so'nggi janging edi. Yog'och ma'budingga sig'inaver. Odobli qizaloqlar archa ustida yurmay uyda o'tiradilar. Bo'tqa yeb aytganingni qiladilar. Qamarlama, otaman. Ha, uyingga shoshilyapsanmi? Voy. Mana senga. Yong'oq bizniki. Haliyam shu yerdamisan? Quloqsiz qiz, hozir seni jodulab tashlayman. Mana senga. Avvalroq oyog'ingni kemirib tashlasam bo'lar ekan. Hey. Voy! G'urra uchun javob berasan hali. Ilmi teshik qilib tashlayman. Hoy, men nurni yomon ko'raman, bas qil. To'xta deyapman. Bas qil. Soat chiqmayapti. Qarang, shahzoda. Soat 12 ga bong urganda krakatuk o'z kuchini yo'qotadi. Jang bo'lsa jang, ha?
Ber. Shahzoda, uni ushlang. Qo'rqyapsanmi? Yong'oqni bersang, u omon qoladi. Iltimos, a'lo hazratlari, yong'oqni bermang. U siz asl holingizga qayta olmaysiz. Masha! Jaramas. O'zingsan. Qo'y, to'xta. Hali niyatimni aytib ulgurmadim. To'xta. Rahmat sizga. Men xohlaymanki, men Meni kechiring. Men uydaman. Lekin shahzoda qayerda? Endi nima qilaman? Masha, tayyormisan? Borishimiz kerak. Nega yig'layapsan? Singan o'yinchog'ingga qayg'urma. Senga yangisini olib beramiz, qizim. U o'yinchoq emas, oyi. U meni do'stim. Usta Drusselmeyerning ishonchini oqla olmadim. Shahzodaga yordam bera olmadim. Meni kechiring, shahzoda. Kechiring. Do'stim. Mening do'stim. O'g'irchoq qiyofasida qolganingizdan qayg'urmang, shahzodam. 1 yildan so'ng yangi Krakatuk yong'og'i yetiladi. Masha qani? Unga nima bo'ldi? Yuragim biram bezovtaki. Yurak, siz o'zgaribsiz, o'tam. Lekin men yong'oqni sichqonlar qiroliga berib yubordim-ku. Nahotki u halok bo'ldi? Nahotki? Sehrli yong'oq bor yo'g'i sinov edi. Do'stlar muhabbati va vafosi mana haqiqiy mo'jiza. Shunday, shahzodam. Aytingchi, u tirikmi? Tirik, bo'talog'im. U tirik va u sizni kutyapti. Menga ishonavering. Dadilroq olg'a bosing, a'lo hazrat. bo'lyapti? Ana uni qarang. Bo'lishi mumkin emas. Mo'jizani o'zi. Bo'lish mumkin emas. Bu o'sha.
Masha, Menimcha ular avvaldan tanish. raqsga taklif etishga ijozat bering. Qoyil. Ajoyib. Anchadan beri raqsga tushmagandim. Siz juda ham ajoyib raqsga tusharkansiz. Hoy, oqshom avjida-ku. Agar raqsga tushsam, qori boshligi butunlay esimdan chiqib ketadi. Sichqonlar qirolining ahvoli nima kechdi ekan? Qo'yil. Harakatlar. Lalav. 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 Voy, ana uni qara. Voy, bu a'lo hazrat o'zlari-ku. Juda ham o'zgarib ketibdilarmi? Sehrli yong'oqni yeb, bukib qolgan shekilli. Voy, sichqonlar qiroli. U qarsildoqqa aylanib qopti. Lekin baribir doimgidek baxil. Baqaloq a'lo hazratni qutqar. Uni majaqlab tashlashadi bo'lmasam. Axir u yog'ochdan-ku. Bizchi? Bizchi shu ahvolda qolamizmi? Saroy ayollari qayerda? Drusilmeyer usta, axir siz sehrgarsiz-ku, yordam bering. Yo'q, Masha, mo'jizani siz qila oldingiz. Demak, haqiqiy sehrgar sizni o'zingiz. Qo'yil. Xayriyat. Qo'yil. Hammasi yaxshi tugadi. Yoshlikda tugashini bilardim. Voy. Voy, haqiqiy ot. Tirik. Ot qayerdan keldi? Qochib qol. Oy. Maynu, balki qolganimiz yaxshimidi? Binoyda raqsga tushayotgandik. Yo'q. Biz usta Truselmer bilan ketishimiz kerak. Axir biz ertak sichqonlarimiz-ku. Yura qol. Drusilmeyer do'koni. İlk marotaba o'sha yerda uchrashgan edik. Ha, o'shanda men yog'och qo'rchoq edim. Yo'q. Men o'shandayoq shahzodaligingizni bilgan edim. Nazarimda ertagimiz nihoyasiga yetib qoldi. Mo'jizalarga ishonuvchilar uchun ertak hech qachon tugamaydi. Ha, do'stlarim. Xayr, baxtli bo'linglar. Xayr degani nimasi? Qirolimiz uchun qizaloq topish kerak-ku. Ana xolos. Yana men qariyani unutib qoldirishdi-ya. Yana meni unutib qoldirishdi-ya. Mayli. Hech qisi yo'q. Krakatuk yong'og'i baribir meniki bo'ladi. Mana ko'rasizlar. Baribir meniki bo'ladi. Film yoshlar